Qarindoshlar hammalarga Alloh taolo salih farzandlarni ato qilsin va farzandlarimizni Allohga bog'langan, vatanni suyadigan va o'z-o'ziga xo'ja bo'lib yashaydigan manfaatli farzandlardan qilib bersin. Endi biz muhojiratda haqiqatan shunday bir ahvolda yashayapmizki, burun shu hayvonotlar bog'chisiga kirganlar hayvonotlarni ko'rish uchun hayvonotlar reshatkaning ichida insonlar teshitini anda ko'rdi ekan. Hozirgi zamonda ham hayvonotlar mesela Malayziya deganga o'xshash hayvonotlar bog'chisida uni faqat qo'yib berilib ko'rdiganlar mashinaning ayta tumivli qurgan mashinaning ichida kirib ko'rdigan. Hozirgi zamonda shuni tasavvur qilganda biz ashunda bir qo'rg'onning ichida axloqiy qimmat qarash islom ayda qo'rg'onning ichida bo'lganda xuddi tumiy mashinaning ichida turib shu yirtqich qushlardan saqlangandek balimiz saqlana oladigan bir sharoit kelib qoladi endi. Biz vatanda biz cho'ng bo'lgan jamiyat emas bu. Bu boshqa bir jamiyat endi. Shunga buningda bizningki dinimizning asliga qaytishning boshqa yo'li yo'q endi. Dinimiz aslida shu arablardan iborat hammada oxirida qolgan, axloqda oxirida qolgan, iqtisodda, ijtimoiy hayotda hammada oxirida qolgan bir millatni vahiyninki kuchi bilan shunday tirildirib dünya milletlerge ölgü kılgan hem şundama. Endi bizmi şu Kur'an-ı Kerim'ge Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetiga qaytganda terbiye usulümüzde şunu odulğanda buludu endi. Allah Teala bizni şu farzand to'g'risida bir agahlandırış ve bir xush xabar berish bilan ikki oyat nozil qilganda, birinchi ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum naran dedi. İman etqilar sizlar o'zinglarni va ahlinglarni, oila bola chaqalaringlarni do'zax o'tini saqlanglar degan. Endi buni jiq sharhlab o'tirish kerak bu oyatni tushunishimiz uchun. İkincisi xush xabar bildi. Vallazina amanu vettaba'atuhum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatahum. Yani iman etgan ve yaxshi amal iman etgan kishilarni qiyomat kunida uning avlodlarini ashunga o'xshash darajada qilamiz deb bizga xush xabar berdi. Masalan biz ikkili oyatda biz o'zimiz bilan kifoyalanishimizga faqat yo'l yo'q. O'zimiz bilan kifoyalansak qutulolmaymiz ekan. Birinchi oyatda o'zimiz bilan kifoyalanib bolalarimizni tashlasak yana qutulolmaymiz ekan. İkinci oyatda masalan bizning shunda Allohning yuqori darajasiga ega bo'lganligin farzandlarim men bilan bo'lsa deb orzu qilamiz. Bu dunyoda hammada bak farzandlarimizni yaxshi ko'ramiz. Yaxshi bir yerni sayohat qilsak farzandlarim mening yanimda bo'lsa deymiz biz. Shunga o'xshash oxiratdami mushu mu'minlarning ko'ngli shunda xo'sh bo'lsin deb Alloh taolo shunda xo'sh xabarni beraylik. Endi buningda farzand tarbiyasida mushu qimmat qarash bek muhim ekan endi qimmat qarash. Shunga bu hozirgi zamonda biz chet elga chiqqandan keyin o'xshash bo'lmagan muhitlarda yashash jarayonida bizning nurg'un qimmat qarashlarimiz yo'qolib ketganlik. Endi shu qimmat qarashlarimizni asliga keltirishimiz kerak. Chunki mushu muhitning ta'siri nihoyat cho'ng bo'lgan bolalarga masalan psixologiya mutaxassislar deydi. Bir bala yani bir balanın o'xshash bo'lmagan oilada tug'ilishi, o'xshash bo'lmagan ijtimoiy muhitda cho'ng bo'lishi, u balaning ruhiy va jismoniy dunyosida nurg'un farqlarni yaratadi deydi. Masalan, ziddiyatlik oilada, ziddiyatlik muhitda cho'ng bo'lgan bala urushga qulab chiqadi ekan. Düşmanlashish muhitida, düşmanlashish ailesi biz hamisha urushayotgan, vaqirishgan bo'lsa, bu insonlarni yomon ko'radigan bo'lib cho'ng bo'ldi ekan. Ammo u aksicha rag'batlantirilgan, yaxshi ko'rilgan, oilada cho'ng bo'lsa o'ziga ishonch qiladigan bo'ldi ekan. Va yaxshi ko'riladigan, qadrlanadigan, muhitda qadrlangan, oilada qadrlangan bir oilada cho'ng bo'lgan bola dunyoning naqadar go'zal ekanligini bilib, dunyoga bu hayatga to'g'ri muomala qiladigan bo'ldi ekanda. Endi nima bizninki faylasuf Abdushukur Mantiminning bir gapi bor. Oila millatni qurib chiqadigan qilib deydi-da. Oila millatni qurib chiqadigan qilib. Hammasi oilada bo'ldi. Shu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning shu ailede balalarını terbiyeleş doğrusu tavsiyeleri, Kur'an-ı Kerim'deki tavsiyeleri, hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şu nimesini terbiyeleş nimesini ben bu kitapta yazıp çıkan. Bunun da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in metotlarından biri ölgü buluşuyla terbiyeleş. Üzü ölgü oldu, üzü ölgü bulup köğüsçüyle terbiyeleş. Bu 0 yaştan 6 yaşgacha ölgü buluşuyla terbiyeleş. Bir narsa ölgü düşmek etmeydi o çağda balalarga. Biz ölgü bulup, hem tarafta yaxşı bulup versak, balalar bizge okşaş bir qilib
bizning qalbimizda bo'ladigan. Chunki 7 yoshga 6 yoshga kelganda bolalarning e'tiqodi, qimmat qarashlari, fikri hammasi yerlashib bo'ldi ekan. Şu ömrünün en ahir davamlışlığını aşı şu. Hem de. Onun için köndürüş bilen. Mesela uyku diyen tatlı, et diyen bandatlı çıkıp gelmeydi balının. Çıraylı yapıp bildi elip çıkıp köndürüş bilen. Mesela bizim İslam'da ölü bağla bir yakşı işini 40 gün könderse bu adetke ayınındaydı. Psikoloji mütehassisleri 21 gün bir işini akağını kılsa bu adetke ayınındaydı. İkincisi bulu dendi. Adetke ayını köndürüş bilen. Üçüncüsü nasihat bilen, chiroyli nasihat qilish bilan, hikmat va yaxshi chiroyli so'z bilan nasihat qilish bilan. Uniki voqeliklar bilan, qanday bir voqelik bir ish bo'lsa, ashundan payg'ambar alayhisalom ummatiga ashunday bir tarbiya beradi-da, shuningda. Masalan, bir kuni bir esirge düşken ayollarning arasida bir ayol balasini izlab aloqa zodi bo'lib, eng oxiri balasini tepib, bag'riga besib turganda Rasululloh sahobalarga sizlar shu ayolni balasini o'tib tashlaydi desa, ishonamsizlar? Yo'q, hargiz ishonmaymiz deydi. Anda Alloh taolo sizlarga shu ayaldımı, bendilerge aşı ayağına balısı boğandımı bek mehriban deydi. Demek vaqalikni çıktı, vaqalik bilen la yaxşı gapni divalish. Peygamber Aleyhisselam'ın uslubu şunda isildendir. Onun için kişiler bilen terbiyeleşmesinden, kişiler mesela. Biz hazır bizki şunda sahabeların hayatını okuşumuz gerek, Resulullah'ın hayatını okuşumuz gerek. Resulullah'ın hayatı da bütün aşı siyasi hayatı, ictimai hayatı, ibadetteki hayatı, ailesindeki hayatı aşı hepsini tahlil kılıp okuganda biz boşunlukta nurgun dersini ügünelerimizden onun için küzütüş bilen terbiyeleş, balını küzütüş bilen. Mesela onunla Irak'tan küzütüp hata ketken yerine çaylık onşap koyuşulan. Onun mukabet ve ceza bilen, mukabet ve cezalaşılan terbiyeleş, en ahirki sohbet ve diyalog bilen terbiyeleş. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizi ügetken hem de nimesi? Bizga üretken yani metodu, terbiye metodu. Hem de Yalqın Ruzi bilisizlar bizningki obzorchi, yozuvchi. Yalqın Ruzininki bir gap bor deydi. Balalarni to'g'ri tarbiyalashdagi chiqish nuqta o'z-o'ziga xo'ja bo'lish, mustaqil yashash iqtidorini yetildirish orqali yashashning sifatiga kafolat qilishdan iborat deydi. Bu tuyanda 9 dona narsani tavsiya qiladi, 9 dona narsani tavsiya qiladi. Biri balalarga o'zi ilgilab mangdigan bo'shlik yaratib berish. Biz hamma narsani balalarga qilib berish orqali hamma narsani biz balalarga qilib bergandan boshqa balalarni jabat atib qolmasin. Chunki hozir jabat atmasa keyin jabat atadi. Shu japan rahatni yaratadi, rahat japani yaratadi deydigan gaplardan. Shunga balalarga biroz japat atsin, biroz qiynalsin, ularga o'zi ilgirlab mangdigan yo'lni yaratib berish, onga ishlarni o'zi o'rinlashtirilgan vaqt berish. Hammani biz deb bermay, andan ko'rsatib berib, ammo masalan, beliqni tutib bermay, beliq tutishni o'rgatish, ya'ni qisqasi. Onun için özü beşikçiden ötküzden şaraitga fursat beriş, şaraitlarni yaratib berish. Özü cevabını tapadigan suallarni berish. Suallarni berib cevabını tapın, izdigin. Kallasını işlesin, izlensin hem de. Özü hal qilgan qiyin masala berish. Mesela bir masala bor, ailening masalasi. Balam buni qanday hal qilamiz? Bir qancha kunga sen o'ylangin. Sen buni o'ylangin, qanday qilamiz? O'ylaydi. Onun için özü çın tutilgan fursat berish. Senin mantık bunda fırsatın var. Muşunun içinde sen bunda işini qilishing kerak. Ama qilamasan mush fursat o'tib ketsin, yoshliging kamaydi deganga o'xshash. Onun için tanlash huquqini berish bolaga. Hammani o'zimiz tanlab bermaymiz. Masalan men bir qari bo'lanmaptim, kichik vaqtimda mush bolamni qari qilay deyotgan bir arzu bor bizda. Endi bu bola qari bo'la olamdi, bo'lanmamdi. Masalan bola xamir emas, xolisaq lag'man, xolisaq boshqa narsa etib tutganda, o balaninki o beliqni zo'rlasak daraxtni tubisiga chiqolmaydi. 100 yil kuchsakmi chiqolmaydi. Ammo üzüdü qayerda? Üzüdü. Daraxtga chiqadigan hayvon chiqalaydi. Mesela şuna hemmesiniki üzerine bir kabiliyeti tut da şuna balların tanlash huquqini berish degan ballarning iqtidori qasdinga bo'lsa, biri iqtidori bor, ikkinchi o'zining qiziqishi bo'lsa, qiziqishi bo'lgan narsani, iqtidori yetadigan narsani ashunga berish. Agar o'zining qiziqishi yo'q, iqtidori yo'q, ba'zi bolalar yodlayolmaydigan bolalar bo'ldi. Noit aqlli matematikda shunda matematik birinchisi, ammo yodlayolmaydigan bolalar bo'ldi. Ba'zi bolalar bunda bak aqlli bo'lmasa yodlashga usta balla bo'ldi. Endi yodlayotgani, ana yodlayolgani aqlli, yodlayolmagani 4 degan gap emas endi. U hammasini Xudoning bergan bir iqtidori bo'ldi. Uningdan ijodkorlik fursati berish, bolaga ijod qilish, ijod qila oladigan bir fursati berish, uningga yordamda bo'lishda. Endi shu bola tarbiyasida bizda 2 dona ifrat tafrit deydi arablar, oshirib o'tish va
kemeytiş degende ikki tane eyip var. Birisi o balığı küyünüp bek küyünüp o balığın kenguru ballarına okşaş. Avustralya'da bir hayvan varken balasını tuğup boğandan gibi kusuk dışında bir boşluk varken kusukudan balasını götürüp yürürken ne kadar götürüp yürürken onu o psikolog alımla kenguru balıları deyken hiç mi iş kılamaydı. Ata-anasız hiç mi iş kılamaydı. Çünkü balla bərbil mustakil turmuş iyi buluş gerek. Ata-anasından ayrıldı. Öz aldığı işi buluş gerek. Anda oğanıken köz aldığımızda balık kılalaydığı anda fırsatını bir hem işini kıtlayamazdık. İkinci bipervalık. Bazı ata-analar şunda bipervalık kılıp balığına demokratik devletke çıkan dekin, kendi devletke çıkan dekin ben mektebe tapşırdım o değil. Mektep işimi kıpırmaydı. Unutup kalmaydı ki ailede adam olmayan bala mektepte adam olmaydı. Ailede birenmegen nersin mektepte belgili olmaydı. Aile birenmegen kıymet karşıdan mektepte katiye belgili olmaydı. Şu ailede hemen birimiz toşkuzumuz onu ilim ügerken mektepte varımız. Mektepte evetimizde. Şu aile şunçilik bek muhim ki hatta mihri muhabbetini mu şu ailede balığı birenmegen olsak çoğup kalgan dediğini balığı 14-15 yaş kirip onun gibi mihri muhabbet birimizde tesrak yerleşidemdi. Ama 0 yaştan 7-8-5-6 yaşgacha mihri muhabbetini, kıymet qarashini hamma narsa yaxshi bagil bo'lgan. Endi bu qimmat qarash shunchalik muhimki, masalan ba'zi odamlarning nazarida qimmat qarash hech qimmat yo'q. Ba'zi odamning nazarida qimmat qarash shunchalik kuchli. Masalan turmushni desak, masalan ba'zi odamniki gazlık narsa içmeyme, gazlık narsa içişinin onuğa su içme deyken bir kıymet qarash şekilinde. O her kanca zürü nim bulap gelsin mi? Aşı su içidiki ziyallık narsa da kıymaydı. Mesela bazı adamlar hani burada bir katım onun buldu, iki katım onun buldu. Şunu addi misal yaptı bana. Yani kıymet qarash meselesi de mesela her kandak bir adamınki bir hikayesi oldu, 5'in ötken hikaye oldu. Ben üzerine o 5'in ötken hikayeni desem, ben kitapda şuna yaxşı görme. Kitap benimki cenimdimi bek yaxşı görme. Bütün aşı aqlimni, meblağımni hemen nesini kitapga sığlıqlıq. Onun için kitapni şunda hürmetleyim, kitapga bedel tüleyim. Bir ömür bedel tüleyim. Bu nereden gelgen isminde oylusam küçük vaktimizde bu 80. yıllarının başlarında kitap diyen nesini ben mektepte beriştim burun. Anamdan kulda koygan kitapni, Yusuf Zeyxan'ın kitapları çıkan, Atabatul Haqaiq degan kitapları çıkan, yana bir kitapları çıkan. Şu kitaplardan anamdan okup bergenga qarab, ha kitap degan mush ekan deb o'rgangan. Onun keyin aqlimga kelsam, mush bir masjidlar echilib, mavzudan o'ylab qilgan ekan, dadam shu Qoida Bag'dodiyani yani kulda yazıp aşağı nimeni Arapça alfabetini kuluna çıraq yazattı. Şpigraf deydigan binası var. Bilishinglar mumkin şpigraf degan narsani. Burun elqi daktilo anasi kompyuter yo'q chog'da şpigrafda ayda bir qog'oz mashinada çıraq yazattı. Onun keyin shuni elqi şpigrafda basatdı. Ayda na japabilan ayda qilib taqtatdi. Ba'zi vaqtida qulda yazib taqtatdi. Men shunda o'ylaydim ya, bu dadam shuncha japadat mashining bir o'ng'ay yo'li yo'qmidi? Taqtatgan deydim. Keyin hozirgi zamonda bizga Xudoyim kompyuterni bergilik masalan. Onun keyin Kur'an yadılgan çağında sebsi tamam Kur'an yadlaş gerekken qarilar. Sebsi tamam Kur'an yok. Birileri birip durdu, çıkkayla birip durdu. Ya keyin onun balası okutkan buldu, ya nevrisi okup bakman bulup çıktı. Bu uçakta Kur'an'ı satsak bo'lmaydi deydigan bir itiqat olgandı bizning xalqimiz. Setip biramızı onumaydı, okuvadan deydi. Okuylan degandan keyin uluğu kerak var. Şunaqa 11 Kur'an almashtırıp bo'lganda dadam bozorda bir Kur'an ko'rib qoldim men. Bir Kur'an ko'rib qolib, şu an dadamning yeniga yugurib barsam, o Kur'an'ni 95 koy dediler. Dadamның maaşı şu çağda 80 koy. Bu 80 koy maaş altkan adam 95 koyla Kur'an'ı şu çağda qanday qilib pul tepib ep berdi şu çağda. Endi hozir o'ylasam bir dada bir oylik maaşını qaylab balasiga kitap ep beramdi hamdi. Şuna maaşı qimmat qarash menda kitapga bo'lgan pidakarlık, kitapga bo'lgan bütün aşu her narsani kitapga selishdan iborat qimmat qarash shunday shakllanadi. Kitap o'qish, kitapni yaxshi ko'rish anamdan shakllanadi. Mesela demek hammalarning bu shunday bir hikoyasi bor. Hammalarning bu hikoyasi bor. Aş hikoyamizga qaytib biz qimmat qarashimizni asli keltirsak, oilamizda haqiqiy Uyg'urlar, haqiqiy Uyg'ur, Sharqiy Turkistonlik bo'lib yashasak, Xudoyim bo'lsa, vallah biz degandek chiqadi inshaalloh. Qolgan gapni ham demak savollarga qarab aylanib qo'yadi. Ustozimizdan Allah razı olsun.